O'zbekistonda mendan 10-15 baravar ko'p topib, imi-jimida pulini qilib yurgan odam ko'p. Ko'p, juda ko'p, balki 100 barar ko'p pul topayotgandir. O'tirib bitta knopkani bosib topayotgandir. Masalan, hech ko'rinmaydi odamlar. Ko'p, men yo'q deb aytolmayman. Bor. Ayrimlarini bilsam kerak. Shunaqangi pul aylantirishadi, masalan, men tushuntirib chiqmayman. Uni fokus shu. Hech kim ko'rinmasdan chekkada katta pul aylantirish. Mani fokusim boshqa. Ishlab chiqarish, mahsulot sotish, mollarni taklif etish, ham madaniyatda bo'lish, ham sportda bo'lish, ham ishlab chiqarishda bo'lish, ham oziq-ovqatda bo'lish. Bu mani fokusim. Fokuslarim bo'ladi. Chunki maqsading nima? O'shanga qarab fokus qilib